Assalomu alaykum hurmatli podpischilar, aziz do'stlar. Buxoro viloyati, Buxoro shahrida qad rostlab turgan O'zbekiston Milliy banki va uni oldidagi qo'shimcha 3 ta mehmonxona qurilishi binosidamiz. Bu yerni asosiy qurilishlarni boshqarib yuradigan firma hisobida Koch Construction firmasi ish olib bormoqda. Xo'p, lokatsiyasini tushuntiradigan bo'lsak, mana bu yer mana Alisher Navoiy nomidagi bog'. Bu yer mana Buxoro eski Buxoro Palaz mehmonxonasi. Bu yeri eski kutubxonaga borish, bu tomon esa eski hokimiyat o'rni. Mana bu Infinbankning oldida esa hozirda qurilishi rejalashtirilayotgan yangi istirohat bog'i hisoblanadi. Va bu yer eski stadionimizning o'rni. Hozirgi o'rnimiz mana bu qurilishimiz bo'lib turgan o'rin esa eski Uztelekom yoki eski pochtamizning o'rni hisoblanadi. Bu yerda inshaalloh 6 etajlik va 7 etajlik binolarimiz qurilishlari rejalashtirilgan va hozir qurilishimizni ikkinchi qavati borish ishlari davom qilmoqda. Mana bugun inshaalloh ikkinchi qavatimizga pol qismiga, ikkinchi qavatimizning pol qismi uchun beton olishga tayyorladik. Va to'shamalarimiz, armaturalarimiz O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi hamda Buxoro viloyati arxitektura boshqarmasi standartlari va Turkiya firmasi standartlari asosida armaturalarimiz to'qishlari olib borilmoqda. Mana bu yerda balka qismimizda 18 lik va 12 lik armaturalari qo'llanilmoqda. To'shamamizning o'zida esa ostki qismida mana ostki birinchi qatorda 14 lik va ustida 12 lik armaturalarimizdan ishlatilmoqda. Bu yerda kolonalarimiz uchun maxsus 16 lik armaturalarimiz ishlatilmoqda. Bu oldida bo'ladigan devor, ya'ni parda qismi uchun esa 12 lik armaturalarimiz ishlatilmoqda. Bari standartlar qurilish talablariga javob bergan holatda qilinmoqda. Inshaalloh bu obyektlarimiz ham yorug' yuzlar bilan topshirish nasib qiladi degan umiddamiz. Xo'p, mana katta to'shamamiz, ya'niki pol qismimiz. Bu tomonimizda mana liftavoylarimiz, lestnitsalarimiz va keyin esa kelgandan so'ng mana bu yerda ya'niki bino qanaqadir masalan majlisli xonalar bo'ladimi yo bir ish xonalari bo'ladimi? So'ngida bu tomonimizda mana lestnitsa, liftavoy, mana eshikdan chiqqandan keyin liftavoy lestnitsaga qo'shilib ketadi inshaalloh. Bu tomonlarimiz esa koridor. Koridordan keyin yana qo'shimcha xonalarimiz bo'lishi rejalashtirilgan. Bu tomonda mana to'g'rayimizdagi mana zdaniyani oldi tomonlarida ham qurilishlarimiz boshlab yuborilgan. U yerda esa mehmonxona qurilishi inshaalloh rejalashtirilgan. Ya'niki Buxoro shahrini turistik shaharga aylantirish maqsadida eski hokimiyat binomizning oldida konferensiyon zal va uni oldida qo'shimcha mehmonxonalar qurilishi rejalashtirilgan. Eski stadionimizning o'rnida esa istirohat bog'i, juda katta istirohat bog'i bo'lishi rejaga tushirilgan. So'ngida mana bu ko'rib turgan binomiz snosga tushganligi hisobiga nasib qilsa bu yer ham yiqilib, ularning o'rnida qo'shimcha yana qurilish ishlari olib boriladi. Aziz do'stlar, hurmatli podpischilar, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, sizlar bilan birgalikda hammasini uddalaymiz.